farzand ko'rish uchun million puli, bir necha yil umrini sarflaydi, lekin natija bo'lmaydi. Shunday bemorlar bo'ladi, ular moyaklar hajmi normaga nisbatan kichkina va urug' ko'rsatkichlari juda ham yomon ahvolda bo'ladi. Va bu bemorlar tabiiy homilador qilaman deb turib yillar davolanadi. Million pulini sarflaydi, umrini sarflaydi va oxirida majbur bo'ladi baribir eko qilishga. Shuning uchun ham yillar umrni yo'qotgandan ko'ra, yillar qayta davolanib mablag' sarflagandan ko'ra bir marta eko qilib farzandli bo'lib qo'yganingiz yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunday bemorlardan biri yaqinda keldi. Bemor 2 yil oldin qabulimga kelgan, unga eko qilishni tavsiya qilganman va bu narsa unga yoqmasdan ketgan edi. Va 2 yildan keyin yana qaytib keldi. Shu payt ichida bilmadim, kamida 10 tadan oshiq doktorga borgan. Oxiri oldimga kelib turib, to'g'ri aytgan ekansiz Bobur aka. O'shanda eko qildirmagan ekanman deb turib afsus qildi. Agar o'shanda eko qildirganda, Alloh berib farzandli bo'lganda, hozir farzandi 1 yoshdan o'tgan bo'lardi.